Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kamerani ita xullas akalar. Qaranglar. 360 ga aynaladi. Odamni quylaydi, xullas rasmga oladi, videoga oladi. Qanday ham bor, musofirda bo'lsalar ham bemalol gaplashaverasizlar akalar. Signalizatsiyalar bor, miga svetlar ham bor. O'ta baland yoritadi. Xullas buni sim kartaga ham ishlaydi akalar. Wi-Fi ga ham ishlaydi. Bitta sim karta qo'ysangiz bo'ldi. Wi-Fi yo'q bo'lsa ishlayveradi akalar. 360 ga telefondan aylantirasizlar, ham o'zi ham aylanadi, odamni quylaydi. Xullas, bunimizni Farg'ona viloyati Yangiqo'rg'on ga ketyapti. Nayman qishlog'idan bitta akamiz zakaz beriladi. Jahongir aka, Naymanliklar bo'lsa, Nayman qishlog'idagilar videoga bitta like bosib qo'yamiz akalar. Xullas, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul 32 talik original chipi ham bepul akalar. Telefonlarga ham ustanovka qilib berdim, ishlatib ko'rdi. Hamma yo'qni ishlatib ko'rib, kачестволari o'ta zo'r. Endi buni yana qulayligini aytadigan bo'lsa, ham telefonga ulanadi. Simsiz televizorga ham ulanadi akalar. Android smart televizorlaring bo'lsa, bemalol ulab qo'ysalar ham bo'ladi. Ilovasi bor, skachat qilib, uni ham ulab beraveramiz akalar. Kimga shuna kameralar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 850 ming so'm chiqadi akalar. Bitta ko'zli, lekin o'ta udar, moshni 1 yil servis garantiyali kameramiz akalar. Bemalol musofirda bo'lsalar ham aytganimdek gaplashaverasizlar. Qanday ham bor, mikrofoni ham bor. Telegramdan zakaz beraverasizlar. Dastlabki chip xullas bepul, ustanovka ham bepul telefonlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.